Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning, o'zingizni namoyon qiling. Va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Gigant yirtqich yer yuzini ostin-ustun qilib yurardi. Hech kim uning oldini ola olmasdi. To'satdan "Kel ovqat yeymiz" degan ovoz eshitiladi. Maxluq birdan to'xtaydi va bir chetga qulaydi. Bola o'zining o'yinchoq yirtqichini olib, ota-onasi piknik qilayotgan joyga yugurib boradi. Ovqatlanayotganda u otasidan yaqin atrofdagi binolar haqida so'raydi. Ular bir xil ko'rinishdagi 6 ta to'rtburchak binolar bo'lib, har birining ustida sun'iy yo'ldosh antennasi bor edi. Binolar ancha eski, urush paytida qurilgandek ko'rinardi. "Bu nima binolar?" deb so'raydi bola. "Aniq bilmayman", deydi otasi. "Ehtimol urush paytida qurilgan bo'lsa kerak." "Qaysi urush?" "Tinch okeani urushi." "U nima edi?" "Bu dunyo davlatlari ishtirok etgan katta urush edi." "Nima uchun urushishgan?" "Sabablari ko'p bo'lgan", deya otasi og'ziga non soladi. Savollarning to'xtamasligini sezgan onasi bolaga yana o'yinchoq bilan o'ynashni taklif qiladi. Bola darhol rozi bo'lib, o'yinchoq maxluqni olib yana yugurib ketadi. "Uzoqqa ketma", deya ogohlantiradi onasi. Bola binolardan birining soyasida o'tirib, yirtqichning yurishini davom ettiradi. Ammo soya asta-sekin siljiy boshlaydi. U boshini ko'tarib qarasa, sun'iy yo'ldosh antennasi harakatlana boshlagan. Unda faqat eng yaqin binoda, balki barcha 6 ta binoda harakatlanganligini ko'radi. Ular bir joyda gorizontdagi notanish nuqtaga qaray boshlagan. Bola ko'zlarini qisib qaraydi. U yerda ulkan maxluq yaqinlashayotgan edi. Bu haqiqiy maxluq edi. Baliq va sudraluvchi aralashmasidek tangachali, tikanli, 50 metrdan baland yirtqich va u to'g'ri bola tomon yurib kelardi. Bola gigant maxluqning suvda yurishiga moslashgan ulkan oyoqlari yerda guvillab bosayotganini eshitadi. Maxluq yaqinlashgan sayin uning xirillagan vahimali qichqiriqlari ham eshitila boshlaydi. Tez orada havo hujumi signali chalinadi. Portlashlar, dvigatellar g'urillashlari va askarlarning yurishi ovozi atrofda yangraydi. Ammo bola atrofga qarasa hech kim yo'q. Faqat u binolar va yaqinlashayotgan dahshatli maxluq. Bola qimirlay olmasdi. Qo'rquvdan muzlab qolgandi. U maxluqning daraxtlar va elektr simyog'ochlarini bemalol ag'darayotganligini ko'radi. U tobora yaqinlashmoqda. Sun'iy yo'ldoshlar nihoyat o'z yo'nalishlarini yakunlaydi va g'uvillagan ovoz yangraydi. Shunda har biri yorqin elektr nurlari chaqirib maxluqni nishonga oladi. Maxluq og'riqdan qichqiradi. Bir lahzalik sekunddan so'ng u yana hujum qilishga otlanadi. Bu safar yanada tezroq. Bola endi chindan ham nima qilishni bilmaydi. Qo'rqib ko'zlarini yumadi va yig'lab yuboradi. Shu payt u to'satdan havoga ko'tariladi. Otasi uni bag'riga bosgancha yugura boshlagan edi. Orqaga qaragan bola maxluq hali ham o'sha bino tomon yurayotganini ko'radi. U uyning ustidagi antenna yo'nalgan binoga hujum qilmoqda. Qolgan antennalar esa yana maxluqni nishonga olmoqda. Shovqin kuchayadi. Go'yoki ko'zga ko'rinmas armiyalar jangga kirgan. Maxluq qichqiradi. Portlashlar ostida cho'kkalab tushadi. Birdaniga yana bir kuchli zarba uni yerga qulatadi. Ota-onasining yoniga yetib boradi. Onasi bolani mahkam quchoqlab oladi. Oilaviy nigohlar bilan ular orqaga qaraydi. Maxluq hali ham tirik, lekin yiqilgan. U yana turishga urinadi, ammo keyingi zarba uni yana yerga yotqizadi. U yirtqich bir necha og'ir nafasdan so'ng ko'zlarini yumadi. Og'izdan ulkan tili osilib tushadi. Nihoyat u o'ladi. Garchi atrofda hech kim ko'rinmasa-da, yuzlab odamlar xursand bo'lib baqirayotgan ovozlar eshitiladi. Maxluq asta-sekin xirillashib, keyin butunlay yo'q bo'lib ketadi. Bu g'alati hodisalarga guvoh bo'lgan oila esa hayratdan jim qoladi. Go'yoki film sahnasi bo'lgan bu voqealar aslida SCP-2954
qayta Kaijuni o'ldirish anomaliyasi edi. SCP-2954 bir necha qismdan iborat. Birinchi bo'lagi SCP-2954-1A Yaponiyadagi tashlandiq qishloq yaqinidagi sun'iy yo'ldoshli 6 ta binodir. Ular asli sun'iy yo'ldosh qurilmasi emas. Ichkarisida murakkab mexanizmlar o'rniga oddiy arqon va blok tizimi mavjud. Shunga qaramay, bu yo'ldoshlar har hafta bir marotaba paydo bo'ladigan ulkan yirtqich SCP-2954-2 ni ko'rganida kuchli elektr nurlari bilan hujum qiladi. SCP-2954-2 sudralib yuruvchi, baliq va amfibiyaga o'xshash xususiyatlarga ega. 50-60 metrlik maxluq. Tanasining ko'p qismi ko'k kulrang, qorin tomoni esa qizil. Orqa va bilaklarida tikanli suzgichlar bor. Og'zi esa doim ochiq bo'ladi va u o'ta korroziv suyuqlik purkashga qodir. Har haftada bir marota sodir bo'ladigan Tsubura hodisasi vaqtida bu yirtqich paydo bo'ladi va binolarga hujum qiladi. Binolar esa navbatma-navbat elektr zarbalari bilan qarshi javob qaytarishadi. Yirtqichga qarshi kurash davom etar ekan, atrofda qurollar ovozi, harbiy buyruqlar va mashinalar harakati eshitila boshlaydi. Bu ko'rinmas kuch SCP-2954-1B faqat eshitiladi, ammo ularni o'zi ko'rinmaydi. Faqat ba'zan havoda paydo bo'ladigan artilleriya snaryadlari va yirtqichning og'riqli reaksiyasi ularning mavjudligini isbotlaydi. Tsuburaya hodisasi davomida har doim kamida bitta sun'iy yo'ldoshli bino vayron qilinadi. Maxluq ham qarshilik ko'rsatadi. U esa kichik harbiy texnika portlashlarga o'xshash portlashlarga olib keladi. Oxir oqibat 1A va 1B kuchlarining birgalikdagi hujumi yirtqichni mag'lub etadi. U yiqilib asta-sekin xiralashib yo'q bo'lib ketadi. Keyin esa noma'lum manbadan kelgan olqishlar eshitiladi va eng ajablanarlisi, butun hudud, jumladan vayron bo'lgan binolar ham o'z holatiga qaytadi. Lekin bu abadiy yo'q qilish va tiklanish aylanishining sababi nima? Bu maxluqlar qayerdan keladi? Ularni nima yetaklaydi? Va kim bu ko'rinmas armiya? Bu savollarga javob beruvchi ayrim ishoralar topilgan. Tsuburaya hodisalari sodir bo'ladigan hududdagi yana bir tashlandiq binoda SCP boshqarmasi agentlari turli obyektlarni aniqlashdi. Kino plakatlari, plyonkalar va hujjatlar. Ular barchasi filmlar ishlab chiqarilishi va tarqalishiga oid materiallar edi. Plakatlar SCP-2954-2 maxluqlariga juda o'xshash mavjudotlarni tasvirlaydi va ulardan birining nomi yapon tilidan tarjima qilinganida Fukeura hujumi deb o'qiladi. Plyonka tasmasi ko'rilganda esa Tsuburaya hodisasiga juda o'xshash manzara aks etgani aniqlanadi. Bundan ham qiziqrog'i, binodagi shkafda topilgan bir nechta yozuvlardir. Birinchisida shunday deyiladi: Homiyimiz 20 ta maxluq yubordi. Eng yaxshi lavhalarni tanlaymiz. Ikkinchisi 1974-yilga oid. Suratga olish yakunlandi. Homiyga ayting, boshqa yuborish kerak emas. Keyingi ikkita xat esa prodyuserlarga yo'llangan bo'lishi mumkin. Yana Fukeura kerakmi? Qoniqmaguningizcha yana yuboramiz. Javob bermayapsiz. Baribir yana bir partiyani yuboramiz. Omad tilayman. Ammo eng g'alatisi, ushbu so'nggi xatning ko'plab versiyalari mavjud bo'lib, eng qadimisi 1972-yilga tegishli bo'lsa, eng yangilari hanuzgacha shkaf ichida o'z-o'zidan paydo bo'lmoqda. Albatta, 50 metrlik g'azablangan yirtqichning har haftalik hujumi xavflidir. Shu sababli bu anomaliya Yuklid toifasiga kiritilgan. Biroq har gal yirtqich baribir yo'q qilinadi. Shuning uchun asosiy maqsad odamlarni bu hududdan uzoqqa saqlash. Tsuburaya hodisasi vaqtida maxsus qo'riqchilar hududni nazorat qiladi. Agar kimdir hodisaga guvoh bo'lib qolsa, u klass A darajadagi amnestiklar bilan xotirasi tozalanadi. Ushbu Kaiju hujumlari qayerdan kelmoqda?
kimdir o'z filmiga effektlar qo'shish uchun noma'lum kuchdan foydalanganmi va o'sha kuchni to'xtata olmay o'zi yaratgan halokat qurboniga aylanganmidi? Buni aniq bilmasak-da, hech bo'lmaganida bu manzarani tomosha qilish qiziqarli. Faqat uni uzoqdan tomosha qiling. Endi borib Dr. Bobning fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCP'ni boshqa fayllarni siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.